ish tomonlari yaxshi. Hop, mana shu holatda pechkamiz 140 ta g'ish ketadi. O'tlari yonish. Tortishlari yaxshi. Tepada qopqog'i bor. Choy-poy qaynatgan tepasida qopqog'idan foydalansa ham bo'ladi, yaxshi. Orqa tomonni ko'rsatib o'tamiz. Orqa duxovka tomoni mana shu holatda qilindi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Taylariga listlar qo'yiladi. Tepaga ham qo'yiladi list. Pechga chiroyli va sifatli chiqishi uchun. Oldi tomonda mana. Bega list qo'yilishining sababi g'ishtni teshiklari ko'rinmasligi, sifatli, chiroyli bo'lib chiqishi.